أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين. o'qilgan tilovat Qur'ondan o'zlarimiz qanchalik bahramand bo'lgan bo'lsak, dunyodan o'tib ketgan marhumalarimiz, piru ustozlarimiz, yurtimizda o'tgan ulamoi kiromlar, aziz avliyolar barchalarini ruh poklariga, shularning qatorida xossatan bugun xotiralari bo'layotgan Eshon Boboxon hazratlari, Ziyoddin qori akamlar, Shamsiddin akamlar va boshqa ulamoi ikromlar, diniy idoramizda xizmat qilib o'tgan ulamoi ikromlarning ruhlarini ham bahramand qilib, barchalarini yotgan joylarini Alloh taolo ravh rayhonu jannotin naimlardan nasib eylesin. Va sallallohu taala ala nabiyyina va rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün alemlerini yaratgan Rob Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Olamlarga sarvar qilib yuborilgan payg'ambarimiz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning ruhi poklariga behisob durud, salavatu salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar, bugungi fazilatli ayyom, nurafshon tongda hammalarimiz uchun o'ta hurmatli bo'lgan xonadon, ustoz xonadon, uzoq yillar, og'ir yillar dini diyonatimizga xizmat qilgan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasiga asos solgan oila marhum Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon hazratlarini, farzandlari
Ziyouddinxon ibn Eshon boboxon, u kishining farzandlari Shamsiddinxon ibn Ziyouddinxon hazratlarini bugun xotira qilib, eng yaqin qavm qarindoshlar, yor do'stlar, qadrdonlar, bu yerda juda ko'p turli sohada xizmat qilgan ziyolilar va shu bilan birgalikda bugun ana shu sobiq ittifoq respublikasida dini diyonatga xizmat qilayotgan bir qancha ulamo-i kirom, ahli ilmlar, ustozlarimiz, ahli Qur'onlar bu koshonada jam'ul jam bo'lib, payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflariga muvofiq uzkuru mahasina mavtakum va kuffu an masavihim, o'tib ketgan mutavaffo marhumu marhumalaringizni faqat yaxshi xislatlarini eslab tilga olingiz degan tavsiyalariga muvofiq bugun vazima dasturxoni atrofida ayni mana shu hadis sharifda ko'rsatilgan ta'limot bilan ulug' ustozlarni eslab, ularni inshaalloh mana oldimizda bir qancha xatmi Qur'onlar O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi tasarrufidagi jami masjid va madrasalarda mukammal xatmi Qur'onlar yetkazilgan. Inshaalloh ana shu xatmi Qur'onlarni qorilarimiz bu yerda tilovat qilib beradilar. Ulug'larimizdan, muftiy hazrat va ustozlarimizdan mana shu o'tganlarimiz haqida va bugun yurtimizni rivojiga hissa qo'shayotgan, tunu kun el uchun, yurt uchun, din uchun xizmat qilayotganlarni o'tib ketgan mutavaffo marhumu marhumalari va sizu biz bu yerda ishtirokchilar hammalarimizdan umidvorlarimizni ruhlarini shod qilish maqsadida inshaalloh hozirda mana shu narsaga tayyorgarlik qilib turibmiz. Alloh taolo o'zini roziligini istab qilinayotgan bu ehsonni dargohida o'zi husni qabul aylasin. Muhtaram azizlar, ehson sohiblarini iltimoslariga muvofiq hozir mana sizlarga bir hujjatlik film namoyish etiladi. Ana shuni ko'rganimizdan keyin Xudo xohlasa O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi Shayx Nuriddin Xoliqnazar janoblariga so'z beriladi. Bu kishi chiroyli inshaalloh bugungi mana shu davraga munosib suhbat qilganlaridan keyin yuqorida aytilgan xatm Qur'onlar inshaalloh oxiriga yetkazilinadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Nima uchun Al-Buxoriy markazini tuzdim? Hadisshinos maktabini tuzdim hamma yerda. Nima uchun? O'qish uchun, o'qitish uchun. Bir paytlari O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlar idorasi O'zbekistonda bo'lgan, qanday ulamolar bo'lgan, qanday olimlar bo'lgan edi. Qani ular hozir? Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diyoridagi barcha ulamolar o'z davrida o'qiganlar. Qolaversa hozir O'zbekistonda mana shu diniy idoraning tizimida xizmat qilayotgan har birimiz, xoh bir masjidning imomi bo'lsin, xoh u bir masjidning noib imomi bo'lsin, madrasa talabasi mudarrisi bo'lsin, imom bo'lsin yoki muftiy bo'laylik, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar bugun Boboxonovlar sulolasi oldida o'zimizni qarzdor hisoblaymiz. Ularni qoldirgan merosini bugun qo'limizga olib turibmiz. Bugun biz Allohga shukr qilishimiz kerak. Chunki o'sha davrda o'sha Boboxonovlar singari ulamolar, ularga yelkadosh bo'lgan o'lkamizda din va milliy qadriyatlarning tiklanishiga sababchi bo'ldi.
ularning duolarini barakoti bilan bugun biz shunday bir davr Aziz do'stlar, barchamizga ma'lumki, milliy o'zligimizni anglash, azaliy qadriyatlarimizni tiklash, diniy, ma'rifiy sohalarini rivojlantirish mamlakatimizda olib borayotgan davlat siyosatini ustuvor yo'nalishlarini tashkil etadi. Shu maqsadda tariximizda birinchi marta nufuzli Imom Buxoriy ordenini ta'sis etganimizdan albatta sizlarni hammalaring xabardorsizlar. Bugungi tantanali marosimda yurtimiz va mintaqamizda muqaddas islom dinimizni ravnaq toptirishda ezgu va savobli yo'lda sidqidildan xizmat qilgan, bu borada har qanday qiyinchiliklarga qaramasdan ma'naviy jasorat ko'rsatib yashagan ikki buyuk vatandoshimiz marhum muftiylarimiz Shayx Ziyovuddin Xon ibn Eshon Boboxon hamda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini avlodlariga oliy darajadagi Imom Buxoriy ordenini topshirish sharafiga muyassar bo'lib turganimdan behad mamnunman. Xudoga shukr, shu kunlarga yetib kelganimiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bu yuragimdagi mani armonlarimdir. Quyidagi marhum shayxlar oliy darajali Imom Buxoriy ordeni bilan mukofotlansin. Shayx Ziyovuddin Xon ibn Eshon Boboxon, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari din topshiriladi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vel aqibati lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.
shunday bir aziz vatanda, shunday bir ulug' sulolada tug'ilganimdan, shu ulug' sulolaning vakili bo'lganimdan Allohimga hamd sanolar va beadad shukronalar etaman. Prezidentimizning 27-iyun Qurbon hayiti arafasida chiqargan farmonlari butun bizni avlodni ta'sirlantirib yubordi. Hammamiz bilib turibmiz, kechani kecha, kunduzni kunduz demay har doim xalqlari uchun faqat xizmatdalar. Prezidentimizga minnan-min rahmatlar etamiz. Bizani avlodni shunaqa bir chiroyli mukofotlarni mukofotlaganlari va bizlarni avlodni shunday ulug'larini qadrlaganlariga biz juda ularga minnatdorchilik bildiramiz. Ilohim tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, oilalari, o'zlari sog' salomat bo'lishsin. Bu olib borayotgan siyosatlarni hammasini chiroyli bilan muvaffaqiyatli olib borishlariga biz Allohdan so'rab sog'lik tilaymiz o'zlariga. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram aziz ustozlar, hurmatli hamyurtlar, aziz mehmonlar, sohibi ihson, bugun haqiqatda ham hammamiz uchun o'ta farahlik bir kun. Bugun dini, vatani uchun xizmat qilgan buyuk zotlarni xotira qilib, ularning haqqiga yuksak berilgan baho, eng katta bir taqdirlash, bu hali biror bir tarixda bo'lmagan Imom Buxoriy nomidagi ordenni olishi munosabati bilan qilinayotgan shukrona tadbirda o'tirishligimizni Alloh nasib qilib turibdi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam al-ulama varathatul anbiyo deganlar. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Payg'ambarlardan dinorlar, dirhamlar qolmagan meros bo'lib, balki din, ilm, ma'rifat qolgan. Ayniqsa oxiri zamon yaqinlashgan sari ahli ilm ulamolar shariatlarni go'yo qo'llarida cho'g'ini ushlab turgandek ushlab turadilar deb marhamat qilingan. Biz bugun xotira qilayotgan marhum Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ham ustozi deb hisoblangan, butun O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari idorasining asoschisi bo'lgan bu Eshon Boboxon hazratlari va ularning farzandlari Ziyoiddin xon Qorakani xotira qilib turibmiz. Ikki buyuk shayxga orden berildi. Ayniqsa Ziyoiddin Qorakani bugun bu yerda mana yelkadosh bo'lib o'z davrida xizmatini qilganlar. Sheyx Abdulaziz Mansur domla o'tiribdilar, Abdulloh domla o'tiribdilar, doim yonlarida bo'lganlar. Hamda Sodiqjon Qoraka kelganlar va bu yerda yana bir qancha aziz ustozlar hammalari va xususan o'tirgan jamoat ichida marhum qori dadamizni ko'rgan, suhbatida bo'lganlar bor. Azizlar, Allohga shukr qilishimiz kerakki, mana shunday davrlarga yetib keldik. Hozirgina ko'rsatilgan hujjatli filmdagi davlatimiz rahbari, muhtaram prezidentimizning so'zlariga e'tiboringizni qarating. Mening qalbimdagi armonim edi deyaptilar. Bu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Shuncha xizmatlarni qilib, olamdan o'tgandan keyin bo'lsa-da, ularni xotira qiladigan, ularni qadrlaydigan bir davrga yetib keldik. Ha azizlar, insonning qadri bu hamma narsadan ulug'.
Alloh Qur'oni Karimda aytganidek "Estaizu billah va laqad karramna bani adama" dedi Alloh taolo. Biz Odam alayhissalomning farzandlarini, Odam alayhissalomning avlodlarini mukarram qildik dedi. Ushbu oyatga muvofiq bugun biz shunday davrda yashayapmizki, insonning qadri yuksaklandi. Hayot bo'lib turganlarni ham, olamdan o'tganlarni ham qadri yuksaklarga ko'tarilmoqda. Allohim bu marhum ustozlarimizni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Men bugun ular qoldirgan, ular asos solgan diniy idorani bir xodimiman azizlar. Bugun men diniy, milliy qadriyatlar tiklangan, masjidlarimizda bemalol namoz o'qiyotgan, azonlar aytilayotgan, haj va umra bemalol borib kelayotgan bir davrda xizmat qilyapman. Ammo shunday davrda bo'lsa-da bu mas'uliyat, bu sharafli xizmatni ko'rib avvalgi davrda ishlagan muftiylarimiz qay darajada ishlaganliklarini men aqlim bilan ham, jismim bilan ham bilib turibman. Marhum Ziyoiddin Qorakan haqlarida men uyimda yoshligimdan juda ko'p eshitganman. Chunki bobomlar ularning yonlarida birga xizmat qilganlar. Diniy idorani birinchi ta'sischilar qurultoyida bo'lganlar, doim yelkadosh bo'lganlar. Otam rahmatlikdan ular haqida eshitib, mana bu yerda o'tirganlar tasdiqlaydi, shu paytgacha hamma Ziyoiddin Qorakam deb gapirgan. Kim bilan gaplashsa Ziyoiddin Qorakam deb aytadilar. Go'yoki bir mana shu diniy sohada yurganlarning oilasining a'zosidek bo'lib qolgan. Bularning shijoatlari, bularning o'z vaqtidagi chiqargan fatvolari, men yaqinda o'sha avvalgi fatvolar arxivini ko'rdim. Shunday bir qiyin davrda shunaqa bir fatvolar chiqargan ekanlarki, bu fatvo mana shu jamiyatni, o'sha davrdagi mo'min musulmonlarini o'z davrida saodatli yashashi uchun imkoniyat bo'ladigan katta jasoratli fatvolarni bergan ekanlar. Alloh taolo ularni qilgan hamma xizmatlarini o'zi mukofotlasin. Men hozir bu yerda ular bilan yelkadosh bo'lganlar, o'z davrida birga xizmat qilgan ustozlar o'tiribdilar. Ularga ikki og'izdan so'z bersam, ruxsat bersanglar, bizdan-da ko'ra ko'proq yonlarda yurgan, ularni bir xotira qilib, ularni qilgan ezgu ishlarni bir eslab gapirsalar, ana bundan keyin biz eng yaxshi xizmat xatmi Qur'on azizlar. Butun respublikamizning masjidlarida hozirga qadar qariyb 1128 ta masjidlarda xatm Qur'on bo'ldi. Ayni mana shu marhum shayxlarimizning ruhlariga bag'ishlamoq uchun. Hozir bu yerda kirayotganimda ta'lim bo'limi, muassasasi, madrasalar, ma'had, bu yerdagi ustozlar va taliblar tomonidan 100 ta xatmi Qur'on ayni bugunga atab yetkazilganligini xabarini berdi. Qariyb 2000 ga yaqin xatmi Qur'on yetkazildi. Hozir suhbatdan keyin o'sha xatmi Qur'onni siz bilan biz birgalashib marhum shayxlarimiz haqlariga bag'ishlasak, bugungi duolarimizdan, bugungi e'tirofdan ularning ruhlari shod, yotgan joylari Ravza Rayhon, Jannatun Naim bo'lishligini Allohdan so'rab qolaman. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur janoblariga so'z beraman, bir xotira qilib gapirib beradilar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hurmatli aziz mehmonlar, ulamo-i kiromlar, mana hozir qisqacha tarixga bir lahza nazar solindi. Muftiy hazratlari ancha o'sha eng asosiy joylarida to'xtalib o'tdilar. Men Kaminani bilasizlar, shu diniy idoraga 1975-yildan mana hozirgacha ishlab kelyapmiz.
Ziyoddin qori akam rahmatli bilan 8 yildan ortiqroq yonlarida ishladim. U davrlarni mana yoshi ulug'lar juda yaxshi biladi. Hali mustaqillikdan oldingi davr, mustaqillik tufayli erishgan qulayliklar hali yo'q. Lekin o'shanga qaramasdan, o'sha vaqtdagi imkoniyatlardan unumli foydalanib, berilgan vijdon erkinligidan unumli foydalanib, xalqimizga fidoi xizmat qilgan zotlarni birinchi o'rinda turadigani o'sha Eshon Boboxon hazratlari bilan Ziyoddin qori akam bo'lganlar. Eng og'ir paytlarda mana 1943-yilda ta'sis topgan diniy idora. 43-yili ungacha masjidlar birorta masjid ham yo'q. Sovet ittifoqi bo'yicha, faqat O'zbekiston. Birorta masjid ham ishlamaydi, birorta madrasa ham yo'q. 1943-yildan Alloh taoloning irodasi bilan o'sha Stalin davrida mana shu ma'lum miqdorda, ma'lum chegarali bir diniy sohaga erkinlik berilgan. Shundan keyin Sovet ittifoqida 4 ta musulmonlar idorasi va boshqa o cherkovlarga ham ruxsat berilgan, hammasi chegaralangan miqdorda. Mana qarang, 5 ta respublikaga bitta markaz. O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlari idorasi. 5 ta respublika. Shunday bo'lsa ham xalqimiz xursand bo'lib, masjidlar ochildi. O'zbekistonda 82 ta masjid bor edi. Unga bitta masjid qo'shib ham bo'lmas edi, yopib ham bo'lmas edi. Hammasi o'sha Moskva tomonidan belgilab berilar edi. Undan ortiq, lekin shunday bir cheklovlarga qaramasdan Shayx Ziyoddinxon hazratlari o'zlarini ilmu hikmatlari, obro' e'tiborlari, so'zamonlik, notiqliklari tufayli juda ko'p musulmonlarimizga, islom diniga yangiliklar, ancha bir qulayliklarni kiritdilarki, agar bu kishidan boshqa odam bo'lganda u paytda bu ishlarni qila olmas edi. Alloh taolo bu kishiga bir shunday iste'dod, shunday qobiliyat, shunday notiqlik, shunday bir haybat, savlat ham berganki, u kishini gaplarini birov ikki qila olmas edi. Shunday qilib, shunday obro' topdilar. Xalqaro miqyosda obro' topdilar, xalqaro miqyosda. Arab mamlakatlari bilan, xorijiy mamlakatlar bilan do'stona aloqalarni tiklashda ham Ziyoddin qori akamiz juda ham mehnatlari katta. Mana shu arab mamlakatlari, mana men bitta qisqa nimani aytib bersam, 1986-yili men birinchi marta hajga borganman. Hajga qarang, 86-yili O'zbekistondan bir kishi. Qarang, hozir 15 mingta borsa ham ozlik qilyapti. Bir kishi men borganman, Sovet bo'yicha, Sovet ittifoqi bo'yicha 16 kishi borganmiz. Hali unda bizda elchixona ham yo'q edi. Saudiyaning elchixonasi ham, Saudiyada bizning elchixona ham yo'q edi. Suriya orqali, Suriyaning muftiysi Ahmad Kuftorov Ziyoddin qori akam bilan yaqin edilar. Bizlarni yordam berib, o'sha yerdan viza olib, shu Damashqdan Suriyaning poytaxtida turib, bir hafta turib, zo'rg'a olganmiz vizani shu Saudiyaga borishga. Ana shunday davrlarni ko'rdik. Hammasiga sabr qildik. Chunki esdan chiqarmaylik, islom dini, musulmonchilik, iymon, e'tiqod masalasi doim tarixdan, Odam alayhisalom davridan oson ish bo'lmagan. Buni Alloh taolo o'zi loyiq topgan kishilargagina nasib qiladi. Buni qiyinchiliklariga ham chidash kerak. Har qanday sinovlarga chidab, Alloh taolodan umidini uzmasdan harakat qilish kerak. Yaxshi ham Qur'oni Karimda Alloh taolo la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Bu hamma davrda ham musulmonchilik o'sha sharoitga qarab, o'zini imkoniyatlariga qarab keyin bajariladi. Mana shunga Alloh taolo o'zi ruxsat berib qo'ygan. Mana Qur'onda Baqara surasida aytayapti-da,
toqatidan ortiqcha ishga buyurilmaydi hech qaysi inson deyapti Alloh taolo. O'sha toqati, sharoiti ko'tarishiga yarasha mana alhamdulillah, agar biz shu diniy idoramizning tarixini mukammal gapiradigan bo'lsak, bir so'tga yetmaydi. Shuning uchun qisqagina gapirishga harakat qilamiz. Sizlarning aziz vaqtlarini ham olmaslikka harakat qilamiz. Mana endi shu diniy idorada shu paytgacha 8 ta muftiy, 8 ta diniy idoramiz raisi bo'lgan bo'lsalar, mana hozir mana shu yonimda o'tirgan Nuriddin qori hazratlari mana shu 8-muftiy bo'ladilar. Shularni hammasini mana sizlar ham bilasizlar, biz ham ko'rib yonlarida ishlab keldik. O'sha davrlarni yaxshi tushunish kerak. Ba'zilar hali tanqid ham qilib qo'yadi diniy idora rahbarlarini. Bilmasdan, sharoitni bilmasdan bu kimlar bilan hisoblashish kerak? Shunday bir katta davlatlarda qaramog'ida turgan diniy idora nima qilsin? Shu qo'ldan kelgancha qilingan. Buni tanqid qilgan odam xato qiladi. Men o'zim ishlab o'z ko'zim bilan ko'rdim. U sizni ixtiyoringizda emas, o'sha sharoitga qaramasangiz bo'lmas edi. Ana shunday og'ir sharoitlarda Shayx Eshon Boboxon hazratlari boshlab berdilar 43-yili. Ana undan keyin u kishining vafotlaridan keyin Shayx Ziyoddin Xon akamiz davom ettirdilar. U kishidan keyin Shamsiddin Xon akamning yonlarida ham mana bilasizlar, men 8 yildan ko'p ishlaganman. Hamma sharoitlarni men ko'rib kelganman. Lekin xalqning ichida tushunadiganlari ham ko'p. Tushunmasdan o'zlaricha baho berib, tanqid qiladiganlari hozirgacha ham bor. Xudo insof bersin. Har bir so'zimizga Allohning oldida javob beramiz. Asosli gapirish kerak, hujjatli gapirish kerak. Rosa o'zingiz o'sha gapirayotgan gapingizga haqiqatligiga ishongan holda gapirish kerak. Har xil ig'vo gaplar, g'iybat gaplar, u narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ular gunohi kabira. Xalqimizga mana shu ruhda tarbiyalab borishimiz kerak. Ayniqsa yoshlarni. Hozir mana internet kuchayib ketyapti. Axborot vositalari kuchayib ketyapti. Hozir bir joyda kichkina bir voqea bo'lsa ham dunyoga o'sha paytda o'zida yetib boryapti. Ana shunday bir nozik sharoitda yashar ekanmiz. Farzandlarimizni, yoshlarni tarbiyasiga ahamiyat beraylik. Doimki ular o'tgan buyuk ajdodlarimizni ham yaxshi o'rganib, ularni ham qadriga yetsinlar va hozirgi davrni, hozir shunday imkoniyat to'g'chilik mana kundan kunga muhtaram prezidentimiz umra ziyoratini qilib, duolarni qilib o'sha yerda tavof qilib kelsalar-u, mana bu yerda hozir ham eshitilaringiz, musulmoncha gaplarni gapirib turibdilar qo'llaridan kelgancha. Bitta oilani boshqarish qanaqa qiyin? Shunday katta mamlakatni boshqaryaptilarmi? Bularni hech g'iybat qilib bo'lmaydi. Bularga oson tutib bo'lmaydi. Bularda orom yo'q. Bular kechasi-yu kunduzi tashvishda. Mana shu xalqning tashvishida, davlatimiz tashvishida. Bizlarga hamma atrofimizdagilar do'st deb o'ylaysizlarmi? Dushmanlar ham bor. Ana shu hammasini o'ylab kun kechirayotgan, xizmat qilayotgan rahbarlarimizga faqat duoyi xayrlar qilishimiz kerak. Muhtaram aziz mehmonlar, men shu bilan so'zimga yakun beraman. Alloh subhanahu va taolo bundan keyin ham mana shunday Ziyoddin qori akamga o'xshagan, ularning shogirdlariga o'xshagan, mana o'sha davrlarda Ismoil Mahsum pochalar ishlaganlar, mana hamma 5 ta respublikada qozi domlalar bor edilar. Hammasini bilan birga ishlaganmiz. Abdurash qozi domla, Shafoat hoji domla, bular hammasi mana hozir ruhlari shod bo'lsin. Bugungi tilovatlarimizni ham savoblarini Xudo xolasa ularga hadya qilamiz. Endi mana Qirg'iziston Jumhuriyatidan doim bizni diniy idoramizda O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlari bo'lgan vaqtda ham ishlab kelganlar, qozi bo'lib o'sha nimaga Qirg'iziston Jumhuriyatiga qozi bo'lib ishlab kelganlar. Hozir ham mana shunday diniy lavozimlarda ishlab kelyaptilar. Juda tanilgan, xalqaro miqyosda tanilgan Sodiq qori akamizga so'z beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi va salamun ala ibadihi allazina istafa.
muhtaram muftiy hazratlari, muhtaram va aziz Shayx Ziyovuddinxon bin Eshon boboxon hazratlarini muxlislari, xonadon ahillari, bu bo'layotgan fayzu futuhlar, bu marhum azizlarga berilgan buyuk mukofotlar shu kunlarda nafaqat O'zbekistonda, balkim O'rta Osiyo jumhuriyatlarini hammasida sizlar bilan barobar bu xursandchilikni bo'lishib, musulmonlar xuddi o'zlariga berilgan mukofotdek qabul qilishib, qalblari, ruhlari yuqorilab, o'tganlarni duolarini qilib, hozirda hayotda faoliyat olib borayotganlarni ham buni buyog'idagi olib borayotgan ishlarida Alloh taolo ko'pdan ko'p muvaffaqiyatlar ato qilishligini qodir zotdan tilab borayotgan kunlari. Mana muftiy hazrat gapirib o'tdilar, Shayx Abdul Aziz Mansur janoblari eslab o'tdilar. Bularni faoliyatlari, bularni olib borgan ishlari xususida bir kun kechgacha gapirishlikka ham vaqt yetmaydi. Bularni qirralari, bularni faoliyatlari shu darajada. Bular ayniqsa Ziyovuddin qori aka, Alloh rahmat qilsin, qiblagohlari Eshon boboxon hazratlari o'sha xuddi bir dinni ushlagan odam cho'g'ni ushlagan bilan barobar bo'ladi degan hadisga binoan shunday bir nozik, qiyin vaqtlarda faoliyat olib bordilar. Bu yo'llarda qancha marotaba qamalishdi bular. Turmadan chiqib, qamoqdan chiqib, yana boshlariga sallalarini kiyib, shu musulmonlarning xizmatlarida bo'lib, oxiri o'sha kattalarga, rahbariyatga tushuntirish borasida dini islomni qanday din ekanligini yetkazishlari barakotida mana shu diniy idora tashkil topgan. Diniy idora tashkil topgandan keyin endi bu faoliyat olib boradigan diniy idorada ham, masjidlarda ham imom xatiblik xizmatida xizmat qiladigan insonlarni birini qorovulxonadan, birini molxonadan, birini o't yoqarlik qilayotgan xizmatlaridan topib, olib kelishib, shu xizmatlarga qo'yib, mana shunday qilishgan. Ular beshoralar qo'rqqanlaridan o'sha o't yoqarlik qilishlik, mol qo'y boqishlik, bog'bonlik qilishlik, mana shunaqangi xizmatlarni afzal ko'rishgan. Qoraka, mullaka degan so'zlardan qochishgan, qo'rqqanlaridan. Mana shunday sharoitlarda bitta terib shu imom xatiblik, diniy xizmatlarga qo'yishlik, mana shunday ishlar bilan olib borganlar. Ziyovuddin qori aka Alloh rahmat qilsin, bir vaqtlar aytuvdilar, bizga ruxsat bo'lib bitta kitob yozishga ruxsat teguvdi, bitta kitob yozuvdim, bir kamtarona. Shu islom to'g'risida, diniy ahkomlar to'g'risida, musulmonlarni hayotlarini din bilan olib borishlik to'g'rilarida shu bir dona yozgan kitobimni ham Moskvaga olib borishib, uni tarjima qilishib, u yerdagi ba'zi bir boblarni chiqarib tashab, boshqa boblarni kirgizib, o'sha konferensiyalarni hujjatlarini kirgizib, meni kitobimni shunday holda qaytarib olib kelib, keyin bu yerda Toshkentda chop qilindi deganlarini quloqimiz bilan eshitganmiz. Endi bularni qiyinchiliklari, bularni faoliyatlari qaysi birini gapirishlik kerak? Bu Shayx Abdul Aziz Mansur janoblari juda to'g'ri aytdilar. O'sha vaqtlarda ham, hozir ham ularning faoliyatlari to'g'risida har xil so'zlarni, fikrlarni bildiradiganlar bor. Lekin u vaqtidagi bu mustamlaka balosi
nafaqat diniy odamlar, ziyolilar, yozuvchilar, shoirlar, hayotni hamma tabaqasini a'zolariga bo'lgan sistemlar, bularning eng boshida diniy faoliyat olib boruvchilarning boshlarida tayoqlar singan. Mana shu davramizda o'tirgan rahmatulloh qordomla, ana hammalarimiz ustozimiz Yahyo qorakam, bizlar Shayx Abdulaziz Mansur janoblari, Abdurashid Qordomla mana muftiy bo'ldilar. Shularni bitta topib, chaqirib, shu hofizi Qur'on, ilmli odamlar shular deb chaqirib olib kelib, madrasalarda o'qitib, bir diplom qo'llariga berib, diniy xizmatlarga qo'yib shunday qilganlar. Hamma imom xatiblar, hamma chet ellarda, madrasalarda, universitetlarda o'qigan talabalar, hammalari shaxsan Ziyovuddin qorakamizni shu tavsiyalari bilan, shu kishining ko'rsatmalari bilan amalga oshib kelgan. Mana Xudo rahmat qilsin, rasmda ko'rib xursand bo'ldik. Ziyovuddin qorakam yonlarida Shamsiddin xon aka o'g'illari qancha yillar qo'llaridan kelgancha xizmat qildilar muftiylik xizmatida. Undan keyingi mana Po'lat qorakamlar, hammalaringiz bilasizlar. Shayx Abdulaziz Mansur janoblari, boshqa shu chet elda o'qiganlar, birodarimiz marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, bizlar hammalarimiz shu marhum Ziyovuddin qorakani shogirdlari. Shu kishini tavsiyalari bilan ilm olib, shu kishini ochgan madrasalarida ta'lim olib, shu kishini tavsiyalari bilan, shu kishini hatto lentalarini eshitib, masjidda mau'iza qilishlik, nutq qilishlikni har bir imom xatib beshala respublikada shu kishini mau'izalarini o'rganib, mau'iza qilishlik boshlangan. Shu darajada bizlarni bu mintaqada, O'rta Osiyoda xizmat qilgan diniy bir buloqlarni, betini yopgan xas-cho'plarni tozalab, musulmonlarga shunday bir shaffof buloqni suvini yetkazib bergandek qilib, ruhiy ta'lim tarbiyani, dinni mintaqaga qaytargan va saqlab qolgan, o'zlaridan keyingi avlodga yetkazib bergan buyuk shaxsiyat edilar. Bu kishining hurmatlari nafaqat O'rta Osiyoda, balkim butun islom olamida nihoyatda yuqori e'zozlanar edi. 1980-yili Ziyovuddin qorakamizning oxirgi hajga borganlarida ko'zlari bir oz xira tortib, yonlarida ko'proq yetalab xizmat qilib olib yurishlik vaqti bizlarga nasib bo'lgan ekan. Shunda Muftiy Hazrat Robitatul Alamil Islomiyda, Makka Mukarramada butun dunyodan yig'ilgan ulamolarni, bu marhum Ziyovuddin qorakamizni, Muftiy Hazratni qilgan hurmatlari, bu kishiga ko'rsatilayotgan hurmat, ehtirom, qadrlash, chunki ular bilishar edi qanday vaqtlarda bu kishi xizmat qilganlar, qanday vaqtlarda O'rta Osiyo mintaqasida dinni saqlab qolganlar, dinni nashr qilganlar. Bularni ular tushunishar edi, yuqori baholashar edi. Shuning uchun ularni hurmatlarini ko'rib bizlar lol qolganmiz. Bizlar bu mintaqa musulmonlari bu zotlarni hali qadriga yetishmas ekan, tushunishmas ekan degan xulosaga kelar edik. Alloh taolo bu o'tgan azizlarni hammalarini, yotgan joylarini Ravhu rayhonu jannatu naimlar bilan sarafroz qilsin. Bu avloddan yana Ziyovuddin qorakadek buyuk olimlar chiqishligini, dinimizga, yurtimizga, xalqimizga xizmatlar qilishligini qodir Alloh taolodan tilab qolamiz. Hamma azizlar qadamlaringizga hasanotlar ato qilsin. Bu azizlarni ozginagina bir yuzlab qirralaridan bir ikkita qirrasini ko'rdik, eshitdik xolos. Hali bularni kelajakda bu ochilmagan qirralarini yana shu musulmon ummatiga taqdim qilinadi, o'rganiladi, hayotga tatbiq qilinadi. Diniy xodimlar juda ko'p narsalarni o'rganadilar
deb umid qilamiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni doimo mana shunday yaxshi dasturxonlar, yaxshi munosabatlarda jam bo'la borishligimizni nasib etsin. Bu yuqorida aytganimdek, bu yurtboshini qilgan bu marhamati nafaqat O'zbekiston, balkim butun O'rta Osiyo mintaqasidagi musulmonlarni ruhlarini ko'tardi, ularni boshlarini osmonlarga yetkazdi. Alloh taolo bu ishlarga boshida turgan, sababchi bo'lgan, tashabbuskori bo'lgan yurtboshiga Alloh uzoq umrlar ato qilsin. Bu kishini sa'y-u harakatlari, xizmatlarini, barakotini, natijasini nafaqat O'zbekiston, balkim qo'shni davlatlarda ham namoyon bo'la borishligini Alloh taolo buni bu yog'ida ham nasib qilsin. Hammalaringizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli muftiy hazratlari, muhtaram jamoat, bugungi bu vazima dasturxoni o'z vaqtida ilmiy anjumanga ham aylanib ketdi. Alhamdulillah. Mana o'tganlarimizni esladik, yaxshi xislatlarini tilga oldik, hadis sharifga muvofiq. Muftiy hazratlari ushbu yil may oyida diniy idorani tasarrufida bo'lgan Ko'kaldosh islom bilim yurtini Qur'oni Karimga ixtisoslashtirilgan madrasa deb e'lon qildilar. Madrasada tahsil oladigan tolibi ilmlar bundan keyin Qur'oni Karimni darslarini a'lo darajada bajarishlik bilan birgalikda hofizi kalomulloh, qori murattab bo'ladilar inshaalloh. Men bu narsani keltirishligimdan asosiy maqsadim muftiylar sulolasining sultoni Eshon Boboxon hazratlari Ko'kaldosh madrasasi talabasi. U kishini farzandi arjumanlari bugun biz xotira qilib tilga olayotgan Ziyouddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlari murattab qori Ko'kaldosh madrasasining talabasi. Mana shu zotlarni Alloh o'zi rahmat qilsin. Bugun madrasamizda dars bilan birgalikda ana shu Qur'onga ixtisoslashtirilgan madrasada doimiy ravishda xatmi Qur'on bo'lib turadi. Qur'oni Karim ustozlari, talabalari mendan iltimos qilishdi. Muftiy hazratlarining topshirig'i bilan 2000 ga yaqin xatmi Qur'on bo'lsa, Ko'kaldosh madrasasida 10 ta mukammal xatmi Qur'on ado etildi. Ana shu xatmi Qur'onlarni birini Eshon Boboxon hazratlariga, yana birini Ziyouddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlarining ruh poklariga, yana bir xatmi Qur'on doktor Shamsiddinxon ibn Ziyouddinxon hazratlari, yana bir xatmi Qur'on og'ir yillar diniy idoramizda xizmat qilib o'tgan hammamiz ustozimiz Shayx Muxtorxon Abdulloh Buxoriy janoblarining ruh poklariga, yana bir mukammal xatmi Qur'on Abdurashid qor akamiz, hammamiz u kishini bilamiz xizmatlarini, ana shu kishining ruh poklariga. Undan keyin yana bir xatmi Qur'onimizni Usmonxon Temurxon Samarqandiy marhum ustozimizning ruh poklariga. Shu bilan birgalikda azizlar, yana 2 xatmi Qur'onni bugun siz u bizlarni mana shundoq xursandchiligimizga sababchi bo'lgan, mana shundoq dinimiz yo'lida, elimizni, yurtimizni rivoji yo'lida to'xtamasdan xizmat qilayotgan yurtboshimiz Shavkat Muramonovich Mirziyoyev janobi oliylarini, otalari va onalarini ruh poklariga bag'ishlashlikni niyat qilganmiz. Hozir elchi kelib yana bir xabarni aytdilarki, muftiy hazratlarining e'lonlaridan keyin bir qancha onaxonlar, opa singillarimiz ham mana shundoq mukammal xatm Qur'on qilishgan ekan. Ana shularni ham birgalikda hozirgi xatm sag'ir o'qilgandan keyin duoda ularni ham baxshida qilinglar deb iltimos qildilar. Ziyouddin qor aka o'ta taqvolik, tengi yo'q olim bo'lishligi bilan birgalikda hamma biladi buni. O'ta saxovatli inson bo'lganlar, saxiy inson bo'lganlar. Ustozimiz Shayx hazratlari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janoblari aytadilarki, ulamolar vafotidan keyin ham ularni orqalaridan xayr baraka davom etadi va shu bilan birga saxiy insonlarni ham o'zlari o'tib ketadi. Orqadan qilgan o'sha ishlaridan xayr savob tiriklarga, o'tganlarga yetib turadi. Bu zot mana shundoq ulug' zot. Ham ilmda, ham taqvoda, ham mana shundoq saxovatda tengi yo'q zot bo'lganlar. Alloh taolo nomlarini zikr qilgan, qila olmaganlarimiz va bu yerda bugun anjumanda ishtirok etayotgan siz va bizlardan umidvorlarimizni ham hozirgi muftiy hazratlarini qiladigan duolaridan ruhlarini bahramand aylasin. Xizmat qilganlarga ham Alloh ajrini, savobini o'zi ziyoda qilib bersin. Hamma xatm Qur'onlarimizni oxirgi nihoiy
xatmu sag'irini Hazrati Imom Jami masjidi imom xatibi Habibulloh qori akaga mikrofonni beramiz. Qori akam tilovat qiladilar. Tilovatdan keyin chiroyli duolar, duodan keyin dasturxonlarga marhamat qilasizlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا ربي bu barcha masjidlarimizda yetkazilgan xatmi Qur'on, madrasalarda yetkazilgan xatmi Qur'onlar, xonadonlarda yetkazilgan xatmi Qur'onlar, hozirgina Qori akam aytgandek xos alohida yetkazilgan Ko'kaldosh madrasasidagi xatmi Qur'onlar, xonadonlarda xoslab o'qilingan ayoli qizlardan yetkazilgan xatmi Qur'on, butun diyorimizdagi xatmi Qur'onlarga berilajak savoblarni ko'paytirib bergin ya Rabbi. Ushbu xatmi Qur'onlardan hosil bo'lgan savoblardan barcha o'tgan mu'min, mu'minalarni, diyorimizdan o'tib ketgan barcha ulug' ustoz va mashoyixlarimizni, orqasidan duo qiladigani yo'q bo'lib qolgan g'arib va g'urabolarimizning ruhlariga, duoga qo'l ochib turgan hammamizdan o'tib ketgan ajdod, jaddod, marhum va marhumalarimiz ruhlariga, xususan bugun xotira qilinayotgan marhum ustozlarimiz Eshon Boboxon hazratlari, Ziyoiddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlari, Shamsuddinxon aka va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari mana shu bugungi yuksak ordenga sazovor bo'lgan ulug' zotlarning ruhlariga, hozir zikr qilib o'tirgan diniy idorada xizmat qilib o'tib ketgan barcha ustozlarimiz, bu ulug' muftiylarimiz Abdurashid Qori aka, bu Muxtorjon domla Alloh rahmat qilsin, Usmonxon domla, ularning yonlarida uzoq yillar noyib bo'lib xizmat qilganlar, Ismoil Maxtum Qori dadamiz va bu yonlarda Shayx Yusufxon aka Alloh rahmat qilsin. Bularni hammalarini birma-bir nomlari qancha ulug'lar bor. Alloh ularni hammasini o'zi rahmatiga olib, bugungi Qur'on bilan ruhlarini shod qilgan bo'lsin. Allohim bu ustozlarimizni yotgan joylarini bugungi duolarimiz, xatmi Qur'onlar bilan jannatun naimlarga, ularni joylarini Qur'onning muattarligi bilan muattar bir makonlarga aylantirsin. Bizlarga qoldirgan bu meros
bu xizmatlarda bardavom bo'lishligimizni Alloh muvaffaq qilsin. Shuningdek, bu xatmi Qur'onlar, bu duolar, xos qilingan xatmi Qur'onlardan bugun ulug'larni xotira qilinib, ularning qadrini yuksaklarga ko'tarishga sababchi bo'lgan davlatimiz rahbari, prezidentimizning o'tib ketgan ota-onalari, ajdodlari, jaddodlarining ruhlariga, ahliyalari tomonidan o'tganlarni barchasiga baxshida qildik. Ularni rahmat qilgin. Bugun inson qadri, ilm qadri, ma'rifat qadri, kelajagimizning, yoshlarimizning ilm ma'rifatli bo'lishligi uchun qilinayotgan har bir xizmatlariga Allohim o'zing ajr bergin. Yurtimizni tinch qilgin ya Rabbiy. Turli balo ofatlardan o'zing saqlagin. Yurt tinch bo'lsagina mana bunday ko'ngil xushliklar tatiydi azizlar. Yurt tinch bo'lsagina ilm, ma'rifat yuksaklarga ko'tariladi. Yurtimiz tinch, vatanimiz obod, hammalarimiz ittifoq, tinch va osoyishta hayotda, ibodat va taqvoda bo'la borishligimizni nasib aylasin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar.